Bugun ilojim yo'q, nimaga tushunmaysiz? Tushuning axir. Xohlagan paytim chiqib keta olmayman. O'zi o'tgan safar ham mingta yolg'on bilan chiqqandim. Vaziyat bo'lishi bilan o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Sardor aka, Kim bilan gaplashyapsan? hech kim? Kim bilan gaplashyapsan dedim. Hech kim. Yolg'on gapirma, yuzlamachi. Suv ilon. Hammasini eshitib turibman. Yaxshi. Kimligini bilmoqchimisiz? Unda aytaman. Meni sizga majburlab berishgan. Sizda meni umuman ko'nglim yo'q. Bu uyda yashashni ham istamayman. Meni ko'nglim umuman boshqa insonda. Hay kelin, muncha baqirasiz. Nima bo'lyapti o'g'lim? Nega buncha baqir-chaqir? Tinchlikmi? Oyi, ko'rib qo'ying. Ko'rib qo'ying menga kim olib berganingizni. Men uyimda yashab turib, boshqasi bilan telefonda gaplashib yotibdi oyi.